emizikli onalarni biza uxlamasak nima bo'ladi degan savol berishganda, uyqu borasidagi savollarning ichida eng ko'p kelgan savollardan bittasi onalarimizni yoki emizikli onalarni biza uxlamasak nima bo'ladi degan savol berishganda, aynan bu holatda to'g'ri tushunish kerak. Aynan onalik davrini bir ajralmas qismi hisoblanadi uyquni rejimini noto'g'ri bo'lishi. Chunki kechqurun bola injiqlanishi mumkin, kasal bo'lishi mumkin, ovqatiga turadi, sut berish kerak bo'ladi yoki bo'lmasa suvni berish kerak bo'ladi, tegni arishtirish kerak bo'ladi. Mana shunaqa holatlarda onaning uyqusi buziladi. Bu tabiiy holat hisoblanadi. Aynan bu holatni kompensatsiyasi uchun kunduzgi uyqudan foydalanish. Bola uxlaganda albatta ona ham uxlab olish kerak bo'ladi. Aynan buning uchun esa ana shu uyda sharoit yaratilgan bo'lishi kerak. To'g'ri tushunish kerak bo'ladi. Masalan, yosh bola onada ertalab uyqusirab yuribdim, uydagilari albatta to'xta, farzanding uxlayapti, o'zi kel, men seni farzandingga qarab turay, bolangga qarab turay, sen kirib 1 soat, 2 soat uxlab olgin deb turib, mana shunaqa kompensatsiya qilishga yordam berish kerak bo'ladi. Aksincha bizda bu holat yo'q. Bechora kelin kechqurun bolasi bilan uxlamay chiqqan, ertalab hamma bilan teng barobar ish qilishga yoki yurishga majbur bo'ladi. Yo'q, bu onaning sog'lig'iga, keyinchalik esa bolaning sog'lig'iga keskin ta'sir qiladi. Aynan shunaqa onalar uchun aytamanki, qayerdadir o'qiganman, mana shu bir kecha farzandi uchun tunni bedor o'tkazgan onalarga nechidir hajni savobi yoziladi. Aniq ayta olmayman sonini, esimda yo'q, lekin katta ulkan savob yoziladi. Ya'ni shundan bilsak bo'ladiki, uyqu ulug' ne'mat, katta ne'mat. Mana shu uyqusidan kecha farzandiga qaragan onaga ulug' katta savob yoziladi. Mana shundan bilsak bo'ladi. Shuning uchun ham savobini umid qilish kerak va albatta farzandli onalarni uydagilar tushunish kerak. Birinchi o'rinda turmush o'rtog'i tushunish kerak. Ikkinchi o'rinda o'sha turmush o'rtog'ining atrofidagi insonlar, qaynona, qaynota, o'sha oila a'zolari tushungan holatda unga sharoit yaratib berishga harakat qilish kerak. Bu vaqtincha-ku. Bu ham onaning sog'lig'i, ham bolaning sog'lig'i uchun muhim-ku. Albatta shunga e'tibor berish kerak bo'ladi.